49. hadis Abu Said Xudri raziyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Qurban hit yoki roza hitda namoz o'qiydigan joyga chiqdi va ayollar yenidan o'tdi. Andin, ey ayollar jamoasi, sadiqa qilib turinglar. Haqiqatan manga davzax ahlining ko'prakining sizlar ayollar ekanligi ko'rsatildi, dedi. Andin ayollar nima uchun ey Allohning elchisi deb so'radi. Payg'ambarimiz, chunki sizlar la'natni ko'p qilasizlar va erlaringlarning sizlarga qilgan yaxshiligidan tinib olasizlar. Men keskin bir kishining aqlini ketkizib sizlardek aqli va diniy kamtuklarni ko'rmadim, dedi. Ular, ey Allohning elchisi, bizning dinimizning va aqlimizning kamtukligi qaysi deb so'rashdi. Payg'ambarimiz, ayol kishining guvohligi er kishining guvohligining yarmiga teng emasmi, dedi. Ular shundoq deb javob berishdi. Andin Payg'ambarimiz, mana bu ularning aqlining kamtukligi. Agar ayol kishi hayz ko'rsa namoz o'qimaydi va roza tutmaydi, shundoq emasmi, deydi. Ular shundoq deyishdi. Payg'ambarimiz, mana bu ularning dinining kamtukligi.